Assalomu alaykum. Andijon viloyati Marhamat tumanidagi O'qchi MFI'da joylashgan 493-ko'ntir Sholi ekin maydonidamiz. Bu yerda 10 gektarga ixtisoslashtirilgan Sholi ekin maydonimiz 10 gektarni tashkil qiladi. Uzunligiga 350-360 metrni, eniga 250-260 metrni tashkil qiladi. Bu yerlarga fuqarolarning kooperatsiyasi asosida 10 sotik 15 sotikdan 25 ta fuqaroga bo'lib berilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bir tomonida Terekzor, bir tomoni Terekzor, ikkinchi tomoni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh joyda hisoblanib, bu Sholi ekin maydonimizning navi lazer guruchi hisoblanadi. Buning bozor qiymati hozirgi kunda 25 ming 30 ming so'mni tashkil qiladi. Fuqarolarning yillik daromadi 25 million 25 milliongacha daromad topadi. Bu yerda kooperatsiyasini Asr Umidi mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan fuqarolar hozirda ishlab kelmoqda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozirda suvlar qo'yilib, sholi ekinlarimiz ekilib, tayyor holatga kelgan.